Ko'pchiligingizga ma'lumki, Toshkent viloyati hududida harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish, yo'llarda inson xavfsizligi uchun munosib sharoitlarni yaratish hamda fuqarolar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlarni o'rganib, ularni ijobiy hal qilish borasida bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Ana shunday ishlarning navbatdagisi Bo'ka tumanining Do'stlik mahallasida amalga oshirildi. O'tkazilayotgan sayyor qabullar davomida aholi tomonidan svetofor moslamasi o'rnatish borasida murojaatlar kelib tushdi. Ushbu murojaatda keltirib o'tilgan joy yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'rganib chiqildi va ushbu joyga barcha belgilangan normalarga to'g'ri kelganligi uchun ekspluatatsiya montaj boshqarmasi xodimlari tomonidan svetofor qurilmasi o'rnatildi. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'iniga murojaatlar asosida svetofor o'rnatildi hamda yo'l belgilar qo'yildi. Bundan asosiy maqsad esa yo'l harakati ishtirokchilari hamda piyodalarga qulayliklar yaratishdir. Ushbu amalga oshirilgan ishlardan aholi o'z mamnunligini bildirdi. Oqqo'rg'on tumaniga sayyor qabulga borganimda, Ichki ishlar vazirligi o'rinbosariga murojaat bilan chiqqanimda, shu svetoforimizni bir kunda o'rnatib berishdi. Bu yerda juda mashina yo'l qatnovi ko'p bo'lgani uchun ikkita maktab, bog'cha, sud idoralari bo'lgani uchun qiynalar edik. Men ushbu GAI tashkilotiga, Ichki ishlar vaziri o'rinbosariga va hamma xodimlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu kabi ishlar viloyatning barcha hududlarida amalga oshirilmoqda.